O'rtoq, shu qizlarni uğraşib, menga ham o'rgat. Qanaqa qilib qilasan shuni? Sen nima qilasan qizlarni urab? O'rtoq, umidan oldida gapim bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Qara. Buni qiz ko'rasan? Borasan-da, probucha qilamiz buni. Yaxshi qiz, tanishsak bo'ladimi desan. Davay, yugur shuni. Tanish qiz, yaxshi qiz bo'ladimi? Nima? O'xshamadi, o'rtoq aytgan narsang. Vashi o'xshamadi. Xo'p. Ko'rinishdan oson o'rasa bo'ladi. Soatingiz necha bo'ldi degan. Gap ochilib ketadi, shuni gaplashib ketib qolasan. Keyin aylanamiz degan, xo'p? Kofe ichamiz o'rga desan. Bo'ldi. Davay, go. Soatingiz nechi? 11 o'qiyapti, rahmat. Xalaqit bermayman mabodo. O'xshamadi? Qarab tur. Eshitib tur, gulamisa. Ko'rasan o'z mas'ul qilasan. Dunyodagi eng chiroyli qizni ko'rgan qalay? Zo'r. Sifatdan bilasiz. Vaqtingiz bo'lsa pastda ko'p ichardik. Mayli. Mening ismim Shahida. Siznikichi? Ali? Ali, Zarina. Zarina, to'xta. Nima deysan? Nima bo'pti senga? Nima xotiding ichkarida? Qizlarni anaqa bizda Umida bilan gaplashish, o'rashishni o'rgatmoqchi tushunding-ku? Boshqa bahona topa olmadingmi, Ali? Bahona emasmi, to'g'ri tushunga? Ishonmayman. Yo, qara. Voy, Ali bilan Zarinami? Siz men bilan gaplashib turgan payt mana bu qiz orqasiga yurib ketdingiz. Ali, ko'zim ko'rinma, bo'g'ildirib qo'yaman hozir. Darsga kirib turing, keyin gaplashamiz. Ha, yo'q-e, mana shu gaplashaveringlar yoki xalaqit berolmaymanmi? Nimangizga bunaqa muomala qilyapti? O'zingni bosib olgan ozgina. Darsga kiring. Ali, yuring birga kiramiz. Fakkalla qo'yding. Yo'qol hammang. Yur. Qayerga? Men uyga olsin senlar. Yo'qol senlar ham. Mes qilyapsan, o'rtoq. Hammasi problema endi bo'ldi. Nima menga problema endi aytasan? Nima deb bo'ladi? Biz sandan sovet so'radimi? Nima yana qizni o'rashni o'rgatdi deng? Chunki bilmasdim, shuning uchun sendan so'radim. Sen bizani urushtirmoqchi eding. Zarina bilan meni yarashtirib qo'yasan. Qanaqa qilib bu sendan so'rab yuribman hamma narsani? Ha? Umida qatdan paydo bo'ldi aniq qiz Ali bilan neyroq gaplashyapti-ku.